Aziz do'stlar, ko'pchilik mendan harakatlanuvchi animatsiyali grafiklarni qanday qilishni so'raydi. Shu sababli bu mavzu bo'yicha 3 ta dars berishga qaror qabul qildim. Birinchisi bu animatsiyali grafiklarni yaratish, ikkinchisi ma'lumotlarni tayyorlash real misollar bilan. Uchinchisi analitikani qanday yaxshilash. Analitika bu sizga tezda trendlarni ko'rsatadigan va sizni muhim xulosalarga olib keladigan vosita. Ya'ni nimaga albatta e'tibor qaratishni kerakligini ko'rsatadi. Analitika bu xuddi svetoforga o'xshaydi. Qizil hammasi yomonlashayotganligini bildiradi, yashil yaxshi rivojlanayotgan jarayonlarni ko'rsatadi. Keling, hoziroq birinchi darsni boshlaymiz. Ekranda siz Stat.uz ma'lumotlari asosida olingan foydalanishga topshirilgan uy-joylarning kvadrat metrlar bo'yicha ko'rsatkichlarni ko'rib turibsiz. Bu yerda ko'plab raqamlar bor. Biz buni hisobot deb aytamiz. Hisobot bu rahbarlarning eng yaxshi ko'rgan, har kuni foydalanadigan vosita hisoblanadi. Hisobotni to'liq tushunish uchun ko'p vaqt va maxsus bilim talab qilinadi. Lekin bizning maqsadimiz boshqacha. Biz hisobotni analitikaga aylantirishni va uni shunday taqdim etishni o'rganamizki, hatto kollej bitiruvchisi ham uni oson tushuna olsin. Analitikani tuzish uchun Flourish Studio saytini ishlatamiz. Loyihamizga yangi nom beramiz. Loyihamiz ustidan New Visualization tugmasini bosib, bir nechta tayyor shablonlardan biridan foydalanamiz. Agar jonli diagrammani xohlasak, Animated tugmasini bosib, Bar Chart Race diagrammasini tanlaymiz. Aytgancha Stat.uzdan XLSX formatida Excel tablicani ko'chirib olishimiz lozim. Bizga kerak bo'lgan ma'lumotni yuklash uchun Upload Data tugmasini bosamiz. Provodnikdan kerakli faylimizni tanlaymiz va o'zimiz kerak bo'lgan listni tanlagandan keyin Continue tugmani bosamiz. Yuklatilgan ma'lumotlarni to'g'ri joylashtirish uchun biz uni Values razdelidan ko'rib F ustundan T ustungacha to'g'ri joylashganligini ko'rib olamiz. Ikkinchidan Label degan razdelga misol uchun D ustunni kiritamiz. Preview tugmasini bosib, biz tayyor diagrammani ko'ramiz. Xatoni topdim. Bu yerda jami O'zbekiston Respublikasi bo'yicha ma'lumotlar ham kiritilib qolgan ekan. Shuning uchun asosiy faylni topib, O'zbekiston Respublikasini olib tashlab, qaytadan saqlanib qilamiz va qaytadan datani yuklaymiz. Diagramma nastroykalarini davom ettiramiz. Birinchi navbatda Setupga kirib, Number of Bars degan tugmada bizga kerakli bo'lgan hududlar sonini kiritamiz. Hududlar nomi sig'ish uchun Labels razdelida Space bilan nastroykasini to'g'rilaymiz. Keyin Counter and Totalizer razdelida Labeldagi Total degan yozuvni jami degan yozuvga alishtiramiz. Yillar sekinroq yurish uchun Timeline and Animation degan razdelga kirib, Timeline Duration degan polida kerakli bo'lgan soniyani belgilaymiz. Pauza polisida 2 soniya belgilashimiz kerak. Diagramma rangini o'zgartirish uchun Colors razdeliga kirib, Palette degan tugmasini bosib, xohlagan rangni tanlab olamiz. Bizda o'lchov birligi 1000 kvadrat metr. U uchun biz bu o'lchov birligini misol uchun headerga joylashtirsak bo'ladi yoki shu biz yozgan jami degan so'zni oldiga, yoniga shu 1000 kvadrat metrligini qo'shib yuborsak bo'ladi. Va nihoyat diagrammamiz tayyor. Uni ko'chirib olishimiz uchun Windowsda Windows G tugmasini bosib yozib olsak bo'ladi. MacBookda esa Shift Command 5 ni bosib ko'chirib olsak bo'ladi. Mana shu bilan birinchi darsimiz tugadi.